So'z mana 26-iyundan 29-iyungacha shu akademik Azimboy Sa'dullayev nomidagi olimpiadani oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazilgan qismi bo'lib o'tadi. Shu olimpiada bo'yicha bir nechta savollar kelgan, ya'ni eng ko'p so'ralgan savollarni sizdan so'rab o'tsak, siz javob berib o'tsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Juda yaxshi. Masalan, birinchi savolimiz o'zi bu olimpiada nima maqsadda o'tkazilyapti va keyinchalik ham davom etadimi kelasi yillarda? Demak, juda yaxshi savol. Avvalambor maqsadimiz shuki, demak, hozir birinchisi O'zbekiston talabalari o'rtasida qilyapmiz, test ravishda. Demak, maqsad shu yoshlarni bir joyga yig'ish, ilmga yo'naltirish. Bu asosiy maqsad faqat olimpiada competition emas, ya'ni bolalarni demak, musobaqaga qo'yish emas. Asosiy maqsad yoshlarni birlashtirish birinchidan. Birlashtirib bir joyga yig'ish kerak. O'zi matematiklar nima bilan shug'ullanadi, qanaqa qiladi, shularni ko'rsatish asosiy maqsad. Va demak, bog'lash, olimlar bilan yoshlarni, iqtidorli yoshlarni bog'lash. Va bu keyingi nimalarga, nasib bo'lsa, keyingi yillarga buni xalqaro darajada o'tkazish niyatimiz bor va bu albatta nasib qilsa doimiy ravishda o'tkazamiz degan niyatdamiz. Demak, javobingizdan shunday xulosaga keldim, ya'ni bu yaqinda bo'lib o'tgan bitta olimpiadada maktab o'quvchilari darajasida savollar berilib, hatto apellyatsiya ham o'tkazilmagan tanqidlarga sabab bo'ldi. Demak, bu olimpiadamizda unday bo'lmaydi. Javobingizdan shunday xulosaga keldim. Demak, umuman olganda nasib qilsa savollar albatta universitet olimpiadasi bo'lgandan keyin, universitet olimpiadasi deb yozilgandan keyin universitet darajasidagi savollar bo'ladi. Savollar hozir bizda shortlist savollari bor. Savollar haqiqatdan ham o'sha olimlar tomonidan tuzilgan. Kimlardir masalan maqolasida ishlatgan qanaqadir ishlar bo'yicha, lekin talabalar tushunadigan darajadagi savollar yuborgan va juda ajoyib boshqacha savollar bor. Hammasi universitet darajasida. Demak, bu maktab, umuman olganda maktab olimpiadasi va universitet olimpiadasi juda katta farq qiladi. O'zi biza universitet olimpiadasi deb chaqirib maktab olimpiadasini bersak ahmoqgarchilik bo'lgan bo'lardi. Nasib bo'lsa albatta yuqori darajada bo'ladi. Apellyatsiya bo'lmasligi mumkin emas, albatta apellyatsiya bo'ladi. Apellyatsiyaga faqatgina hozircha rejalashtirib turibmiz, faqatgina demak jamoa rahbarlari kiradi. Xo'p, undan tashqari endi qatnashgan talabalar, yuqori natija olgan talabalarni demak suhbatlashish davomida demak ularni xalqaro universitetlarga, demak PhD'lariga tavsiya berish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqyapmiz. Agar talabimizga javob bersa, nasib bo'lsa, buni ham qo'shish niyatimiz bor. Bu ham juda katta imkoniyat deb hisoblaymiz. Albatta. Endi ustoz, shu olimpiada dasturi bilan tanishganimizda shu hozir mana yotoqxonani aytdingiz va endi ovqatlanish masalasi ham menimcha ko'zda tutilgan. Mana shunday. Shuncha imkoniyat, yotoqxona, ovqatlanish, endi bular bepulmi yo qandaydir olimpiadaning to'lovi bormi? Yo'q, hech qanday demak to'lov yo'q. Boya aytganimdek, demak oliy ta'lim vaziri alohida ko'magi bilan demak yotoqxona masalasi hal qilinyapti va TIFT universiteti ovqatlanish masalasida juda katta yordam qilyapti. Demak, hech qanaqa nima talab qilinmaydi, to'lov talab qilinmaydi. Shunchaki kelib, maza qilib, qatnashib, muhitda maza qilib yashab ketsa bo'ldi. Degan bu olimpiadaning tarixiy soni desak bo'ladi, ilk olimpiada va ilk olimpiadada barcha ishtirokchilarni kutib qolamiz. Ular uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Barchaga omad tilaymiz.